Ingliz tilini o'qiganman, ustozim bor va sertifikatim ham bor. Rus tilini ham o'qidim, ma'lum bir ustozim bor, sertifikatlarim ham bor. Buxgalteriya hisob-kitoblarni boshqarish bo'yicha ham ustozim bor, sertifikatim bor. O'quv markazini tizimlashtirish, biznesni boshqaruv bo'yicha ham ustozim bor va sertifikatim bor. Lekin arab tilini men mustaqil o'rganganman, ustozim yo'q. Agar siz arab tilini mustaqil ravishda YouTube yoki ijtimoiy sahifalar orqali o'rgangan bo'lsangiz, harflarni talaffuzida, maxraj va sifatlarida juda ham ko'p muammolarga duch kelmoqdasiz. Hurmatli kuzatuvchi, siz uchun samimiy tavsiyam albatta arab tilini o'rganishda ma'lum bir ustoz bilan birgalikda o'rganishni va shu bilan birga har bir o'rgangan harflaringizni ustozdan talaffuzlaringizni tekshirtirib olishingizni tavsiya qilaman. Shunda siz qisqa muddat ichida o'zingiz kutgandan-da zo'r natijalarga ustoz bilan birgalikda erishasiz.